deymanmi? Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Zamin savdo do'konimizda savdolar avjida. Anterimizni bilasizlar. Oboshbek savdo kompleksining oldida. Hop, bugun Zamin savdoda mana ajoyib yana. Ko'ryapsizlarmi? Zamin Moto obunachilari. Andijonlik klientlarimizga 1 tonna motor sotdik. 1 tonna motorimiz mana Cobalt avtomobil ustiga yuklab olishdi. Legendarniy Cobalt. Dastlabkilari mavjud, dastlabkilardan ham chiqarib o'zini narxiga qilib berdik. Chiroyli mana. Chiroyli yuklab olib mana. Xudo xolasa Andijon viloyatiga qarab harakatlanyapti. Barchalaringiz Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Doimo. Akalar oq yo'l. Yaxshi boringlar. Mana bunday qilib chiroyli yuklab olishdi mana. Zamin motori. 1 tonnali motor, 180 ga 130 bordlar razmerlari. Zamin savdo do'konida savdolar juda avjida. Mana shu turdagi motorlarimiz bor mana, bir benzinli motorlarimiz. Mana bu yerda Xudo xolasa Namangan viloyatiga yuklarimiz chiqyapti mana. Namanganlik o'zimizning klient akalarimiz mana. Kelavering ozon bo'ldi mana mashina mana kelavering. Mana akamiz chetdalar. Mana kelaverasizlar o'zimizning akalarimiz klientlar terilmagan holatda ham mana akamlar tillari bilan mana tayyor terilgan holatda ham optim narxlarda chiroyli qilib berdik. Hozir bunaqa skuterdan ikkita mayda skuterlardan ham olishdi, 3 ta. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida. Oboshbek savdo kompleksining oldida. Svetoforda pastda joylashgan mana, katta yo'lning bo'yida. Barchadan kutib qolamiz. Mana Andijon viloyatiga kelib turgan yukimizni ko'ringlar mana, motorolni ko'ryapsizlarmi? Obunachilar, Zamin Moto obunachilari uchun 1 tonnali motorimiz Cobalt avtomobil ustida. Mana korobka ham holatda berdik, terilgan holatda ham tayyor holatda berdik. Namangan viloyatiga ketyapti. Mana akalarimiz ham. Kechki soat bo'lishiga qaramasdan klientlarimiz kelgan yuklarni tanlashyapti. Hammasini xudo xolasa kechki soat 10 gacha chiroylab chiqarib beramiz. Barchalaringiz Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Kimga qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar.